Mana hali aytgan joyimda mana ikkinchi nimamiz. Mana kolosga tashlab mana bunaqasiga olib ketyapmiz. Mana po'lat o'tlar qo'ydim. Maytda ham hozir mana bu yerda ikkita po'lat o't qo'ygan sabab maytda tagida 4 ta turib o'tgan ekan. Bir 2 metr orasi bor. Imенно shu ko'layotgan joyimda. O'shaning uchun men ikkita po'lat o't qo'yib pastga tushirdim. Maytda mana qilib olib ketyapman. Mana po'lat o't. Hozir jarayonimiz mana yetib keldi. Mana maytda hozir tayyorlab qo'ydik. Bitta kamchiligimiz bor. Yarim metr turmamiz yetmay qoldi. Olib turbaga ketyapmiz. Olib kelib mana shu yerda bajarib qilamiz, xudo xolasa mana. O'sha aytayotgan joyim nimamiz mana shu chugunlarni olib tashladik. Mana shuna qilib mana mehnat qildik. Xudo xolasa hamma yaxshi bo'ladi. Mana chugunlarni olib chiqib tashlab yubordim. Mana enasiga kirib ketgan ekan chugunlar ham. Biz nimadamiz? Vatn fabrika 5-maktabning oldiga ikki etajga o'sha nimadan kottedjdamiz. Mana shuna qilib biz hammani tayyorlab beryapmiz. Mahalla komiteti chiqdi, rahmat dedi. Mahalla oqsoqoli rahmat dedi. Hammasi yaxshi bo'lyapti. Mana xudo xolasa mana shu yerda qoldi. 50 sm turmamiz yo'q ekan, 1 metrlik maydalagim kelmadi. Hozir almashtirgani ketyapman. Mayonada qo'yib mana bugungi ishimiz mana hozir qum mana olib keltirib qo'yganman. Qumni to'g'rilasak bag'i zo'r bo'ladi. Mana qum olib keldim. Hamma yaxshi, mana 63 aka santini, hammalarga salom. Mana shunaqa ish qilinglar. Birovda aybi yo'q batda. 71-yil qilgan ekan, chuqurlar teshilib yorilib ketgan ekan. Mana shu yerda suv bo'ldi, kecha suv toshib ketgandi. Mana hozir bugun kecha ko'lab tayyorlab oldik. Bugun mana ulayapmiz, xudo xolasa. Hamma yaxshi. Barcha santinilarga salom. Mana 63 aka santinik. Hammalarga sog' bo'linglar.